Suhbatimiz davomida ko'raman, diagnostikaga ko'proq urg'u berar ekansiz. Oxirgi 2 yillikda men konkurensiya so'zini ancha eshitmadim hisobda. Faqatgina narxga bog'langan holatda konkurensiya qilishga o'rganishgan. Siz eng yaxshi ekansiz, eng yaxshisiz ekansiz, siz o'zingiz qilib bering. Sizni grafiy aligneris kuchlimi? Yaxshiroq effekt beradimi yo breketman deyishdi? Yo breketda. Bormi shunaqa specialistlar, immuno ortodontlar bilan, lorlar bilan birga ishlaydigan? Nima uchun tushini doimiy tishga almashish uchun 6 yil vaqt kerak. Bola embriolik paytda olib tashlash kerak degan gap bor. Siz qanaqa qaraysiz? General stomatolog plus ortodontiyani qo'shsa? Hamma ortopediya qiladi, terapevt terapiya, ortodontiya faqat ortodont qiladi. Implantolog jo'natuvda implantga joy ochish kerak deydi. 3-klass bo'lishi ovqat chaynashiga, hazm sistemaga qanchalik minusi bor? Lekin nafas muammosi bor odamda qaytanga pastga joy ortga ketadi. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi podkastimiz mehmoni Farg'onadan ajoyib ortodontimiz Sobirov Ahrorxon bo'ladilar. Hozirgi kunda Dentimo hamda Biodent klinikalarida faoliyat yuritadilar. Ahrorxon, xush kelibsiz. Xursandmiz sizni podkastimizda ko'rib. Ma'lum bir savollarni tayyorlab qo'yganmiz sizga. Birinchi o'zingizni tanishtirishdan boshlasak, keyin savollarga o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat Sardor aka, taklifingiz uchun juda ham xursand bo'ldim. Men Ahrorxon, ortodontman. Ortodontiyani birinchi boshlashimiz Koreyskiy sentrda bo'lgan, 2 yillik rezidenturada. Undan keyin hozirgacha chet el nimalarida, o'qishlarda, o'zimizga kelayotgan o'qishlarda ham ko'p qatnashganmiz va 2023-yildan beri Rossiyani Ortolight kompaniyasini O'zbekistondagi yagona spikeriman. Ortolight kompaniyasi asosan PITS protokoli bo'yicha davolashni o'rgatadigan ortodontiyani eng oldi usullaridan, oldi kompaniyalardan bittasi butun Esangida. Asosiy yo'nalishim ortodontiya. Ortodontiyadan boshqa yo'nalish qilmayman. Tish solish, ortopediya bilan shug'ullanmayman. Faqat ortodontiya, yosh bolalarni davolash ortodontiyasi va kattalar ortodontiyasi. Zo'r. O'zi bizda klinikada ortoped funksional klinikada eng qiynalgan направленияmiz bu ortodontlar hisoblanadi. Eng ko'p tekuvchi ham ortodontlarda bo'lgan. Boshidan o'tgan safar ham Jasur Alamjanov bilan podkastimizda yangi chiqayotgan kadrlarni kelajakdagi holati haqida ko'proq shu mavzuda gaplashgandik. Shu podkastimizni boshini keling shundan boshlaylik. Yangi mutaxassislar ular ko'pchilikni tashkil qilishadi hozirgi kunda. Ularni направление tanlayotganda menimcha ortodontiyaga qiziqish oldinga nisbatan hozir ko'proq. O'zingiz shahar, Toshkent shahrida nechta ortodont dedingiz? 700 dan oshiq ortodontiya bilan shug'ullanadigan mutaxassislar soni 700 dan oshiq Toshkent shahri o'zida. Shu ortodontlarning chegarasi qayerda? Qaysi chegaradan boshlab, qaysi chegaragacha davom etadi? O'shani bir gaplashsangiz siz bilan. O'zi butun dunyoda ham ortodontiyani xoslab shug'ullanadigan mutaxassislar bor va umumiy amaliyot shifokorlari, umumiy amaliyot stomatologlari bor. Kitoblarda ham keladi, skeletal muammolar bo'lsa, ortodont o'zi shug'ullansin deydi. Faqatgina dental muammolar bo'lsa, qaysidir tish kech chiqqan yoki chiqmasdan qolib ketgan joy ochib qo'yish kerak yoki ortopediyaga tayyorlash, ozgina qiyshiqliklar, shu holatlarda umumiy amaliyot ortodontiya ham qilsa bo'ladi. Lekin kattaroq muammolarni, skeletal muammolarni faqat ortodontga berish kerak deb aytiladi. Asimetriya 2-klass, 3-klass skeletal muammolarni. Endi bularni chegarasini bilish uchun ham to'liq diagnostika qilish kerak. Misol uchun skretiy muammolar, yashirin muammolar bo'lishi mumkin. Agar sefalometriya qilmasdan ko'radigan bo'lsa, unda ko'pincha 2-klass bemorlarni ko'zdan qochiriladi. 2-klass bemorlar shunaqa ko'p tarqalganki, norma bo'lib ketgan. Bizga keladigan bemorlarning aksar qismi 2-klass, skeletal 2-klass, ya'ni pastki jog'i nisbatan orqaroqda bo'ladi. Bu estetikani buzmaydi, qaytanga odamni yoshroq ko'rsatganligi uchun bu odamlarning ko'ziga normaga aylanib ketgan. Buni profilni to'g'irlash shart bo'lmagani bilan tishida muammo kattaroq bo'ladi bu holatlarda. Shuning uchun ham chegara bor, baribir chegarada qiyin holatlarni o'zini mutaxassisga yuborish kerak, ortodontga yuborish kerak. Yengilroq holatlarni umumiy amaliyot ortodontiya ham qilsa bo'ladi. Shu 700 ta so'ragan ortodontingizdan
nechtasi siz o'ylashingizcha shu birinchi tip vakillariga kirishadi? Umumiy amaliyot. Shu muammoni judayam katta muammolarni hal qiladigan ortodontlarimiz qancha? Katta muammolar hal qila oladigan ortodontlar. Manimcha 10% chiqsa kerak. 70 tacha ortodont Yaxshi niyat. Manimcha 70 tacha degan bo'lsak, yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi bu. Sizni do'stingiz bizdan klinikamizda ishlab ketganlar, Abdulhamid. Biz ularni ham shu katta muammoni hal qiladigan kadr sifatida olgandik. Birga ishladik. Hozir mana Avstriyada ta'lim olyaptilar. Yaqinda kelib ketdilar. Kelajakda keyingi yil qaytib kelmoqchilar. Bozorga shu qolgan ortodontlarga nima maslahat bera olasiz? Qaysi yo'l tanlashligi kerak? Sizlarda ham bir kitob o'qishmi, seminarlarni qaysi yo'nalishdan tanlashi? Nimadan boshlash kerak ular? Bu ko'pchilik ortodontiyani tanlamoqchi bo'lgan odamlar so'rashadi. Men birinchi suhbatga chaqiraman unaqalarni. Birinchi aytadigan narsam o'zi shart ortodont bo'lish. Chunki ortodontiya yo'nalishi stomatologiyani ichidagi farq qiladigan yo'nalishda. Qolgan endodontiya, terapiya, restavratsiya, ortopediyalar bir-biriga bog'liq hammasi. Shularning ichida ortodontiya farq qiladi. Kariskiy sentrda o'qiganimizda ham endodontiya, ortopediya, implantatsiyalar bitta yo'nalish qilib 2 yil o'qitilardi. Ortodontiyani o'zi 2 yil o'qitilardi. Sababi bitta keysni boshidan oxirigacha ko'rishingiz uchun endodontiyada bitta emas 20 ta keys deylik. 20 ta keysni boshidan oxirigacha ko'rishingiz uchun 1 hafta yetadi-da. Maksimum 2 hafta. Ortodontiyada qarindosh bo'lib ketasiz. Shunday. Ortodontiyada 20 ta keysni boshidan oxirigacha ko'rishingiz uchun 2 yil normal srok hisoblanadi. Qanaqadir anaqa olish uchun, specialist unvoni olish uchun ortodont necha yil o'zini sohasida ushbu yo'nalishda ishlash kerak? Mani fikrim 2 yil ustoz nazoratida ishlash kerak. 2 yildan keyin mustaqil izlanish kerak. Bizdagi ustoz shogird tizimimiz bor. Ham 2 yilga olamiz shogirdlarni. Institut bitirgan vrachlarni 2 yilga olamiz oldimizga. Qachondan beri shkolani, maktab anaqa qilib chiqqansizlar? Nimalardan iborat bu maktabingiz? O'zi nima uchun bu formatda boshlaganmiz? Chunki o'zimiz shu usulda o'qiganmiz. Kariskiy sentrda 2 yillik nimada o'qiganmiz. Institut bitirib bordik. 2019-yil borgan bo'lsak, keyin Covid boshlandi. 2020-yil kuzdan boshlab shu usulda boshladik o'qitishni. Hozirgacha ham uzilgani yo'q bu narsa. Har yili yangitdan bittadan, ikkitadan shogird olamiz va bu 2 yillik shogirdligimiz nima deydi, finansiy nima emas, bepulga nima qilamiz 2 yillikda. Shu paytgacha nechta bitirganlar chiqishdi-da? 6 ta ekan. To'liq bitirganlar 6 ta, hozir yana 2 talari yurishibdi. Bu 20-yildan boshlaydigan bo'lsak, shunaqa 6 ta vrachimiz to'liq bitirishdi. Ularni o'zingiz klinikaga olib borasizmi ishga, yo'naltirib berasizmi ortodontiya klinikalarga? Shu paytgacha menda klinikada ishga olib qolish uchun sharoit bo'lmagan. Faqat o'zim boshqa klinikalarda naymniy vrach bo'lib ishlaganman. Endi mana bu Biodent klinikamizdagi boshqaruv o'zimga o'tdi. Shuning uchun endi hozirgi ishlayotganlarga taklif qilaman. Qachonki ular 2 yil, 1 yil o'tgandan keyin mustaqil ishlashni boshlaganda taklif qilaman ularga. Lekin ular 2 yillik shunaqaki, 2 yil ichida ham klinikada yurib, ham nima ish bo'lsa, qanaqa ortodontiyaga tegishli bo'lgan praktikasini oshirish mumkin bo'lgan ish bo'lsa qiladi. Ham o'zi uchun bu narsa, ham klinika uchun. 2 yildan keyin bu majbur bo'lmaydi men bilan qolishga, lekin tanlov beriladi. Ya'ni kim ustoz shogirdlikda kutuvi, meni ham kutuvim, uni ham kutuvi 2 yilga to'g'irlangan. U ham 2 yilga boshqa ishlarni yig'ishtirib turadi. Boshqa joyda ishlashga umuman imkoniyati ham bo'lmaydi, chunki o'qish bo'yicha ham ilm uchun kerak. Ilm uchun vazifasi bo'ladi. Fokusi faqat ilmda. Fokus faqat ilmda bo'ladi. Bo'ladimi? Bolalarda 1 yil o'tgandan keyin shu fokusi so'nib qolishini kuzatasizmi shu narsani? Qanaqadir motivatorga aylanib qolmaysizmi? Ustoz shogirdchiligingiz qanaqa qadriyatlarga qurilgan? Qadriyatlar ishlab chiqqanmisizlar bu anaqada? Qadriyatlar mening yozib qo'yilgan qadriyatlar yo'q, lekin baribir ustozni xarakteri, ustozni fikrlashi shogirdga o'tadi.
2 yillik masalasida biz 1 yilgacha boshqa joyda ishlashga ruxsat bermaymiz. Sababi ortodontiyada o'zimda ham shunday holat bo'lgan. Birinchi 6 oylikda odamni ishonchi juda ham baland bo'ladi. Duxi juda ham baland bo'ladi. Bilmagan paytida hali. Qolgan joylarda maslahatlar so'rasa, bemalol berib tashaveradi. Lekin keyingi 6 oylikda haqiqiy ortodontiyani tushungandan keyin, nima asoratlar bo'lishi mumkinligini tushungandan keyin qo'rquv boshlanadi. Boshidagi dux qolmaydi. Dux pasayadi. Keyin shakllanib, mana 1 yilda mustaqil ishlashga ruxsat beraman boshqa klinikada. Faqat shu bizning klinikaga chiqmaydigan kunlar. Chunki 5 kun bizga chiqsa, 2 kun boshqa joyda ishlasa bo'ladi. Shuni o'zi ham yana ustida ishlashligini ko'rsatadi o'ziga. Chunki biz oldimizda qilib yurgan, mana buni qilib aytganimizdagi qilgani boshqa, lekin mas'uliyatni o'ziga tushgandagi harakati umuman boshqa. Ana shunda keyin nima bilyapti, nima bilmayapti aniq bo'ladi. Yana 1 yil yurish kerakligini o'zi tushunadi. O'zi Farg'ona vodiysida qadriyat o'zi juda kuchli rivojlangan. Juda ham ko'p viloyatlarga tashrif buyuramiz, lekin baribir farg'onachalik qadriyatda yoshlarni kattalarni sizlashi, kattalarni yoshlarni sizlashi juda ham bu qon-qoniylarga DNKda Hasan akam aytadilar, u narsani DNKga singib ketgan. Yaxshi. Endi Denchimo haqida ozgina gaplashmoqchimiz. Klinika biz o'zimiz 2015-yildan beri adashmasam klinikaga juda ko'p tashrif buyurganmiz. Juda ham qadriyatli klinikada tasavvur qilamiz. Shu payt men bolalarga aytardim, shogirdlar bilan borganda bunaqa tipli klinika, komandli klinika ko'rmaganman Toshkentda. Bir-biri bilan bo'lishgan, kelishilgan holatda organizatsiyalar qilishardi. Mana o'sha 2014-yil ochilgan desa, 14-yil katta tartibda 11 yildan beri bu klinika ishlaydi. Klinikada nimalar olgansiz o'zingizga? Mana shu klinikadan boshlagansiz, startda o'zingiz. Hozirgacha kelgan holatingizda o'ngingizda nimalar o'zgargan? O'zi asli Denchimo brendi 2014-yildan beri bo'lsa, ustozimiz Ilyos Ma'murovich buni asoschisi Denchimo klinikasini o'zlari Chastneyda 96-yil yo 98-yil ochishgan. Demak, Denchimo klinikasi 2014-yilda asos solingan Denchimo klinikasiga. Lekin ustozimiz 96-yildan beri Ilyos Ma'murovich ustozim 96-yildan beri Chastney klinika yuritishadi. Denchimo klinikasiga 2020-yili kirdim ishga. 2019-yili Koreyada 1 oylik malaka oshirishga yuborilganmiz Karsi Center orqali. O'sha yerda ko'rib kelgan hamma sharoitimiz 2020-yilda Denchimoda bor edi. Katkam apparatlari, 3D rentgenlar, skanerlar, xonalarni узкий направленияda taqsimlanganligi. Hamma ortopediya qiladi, terapiya, ortodontiya faqat ortodont qiladi. Shunaqa holat edi. U paytda implantologiya kuchli implantologlar Farg'onada kam edi. Toshkentdan mutaxassisni haftada bir O'tkir aka Vohidov ustozni olib keltirib, o'sha yerda implantatsiyani ham sifatli darajada yo'lga qo'yishgan edi. Hatto o'zimizda yo'q mutaxassislik bo'lsa, outsource qilib, chetdan olib kelib ishlatilardi. Hozirda ham Denchimo klinikasi ham organizatsiya jihatdan, ham apparatlar jihatdan hali vodiyda yo'q apparatlarimiz bor. Misol uchun, oddiy chiskaga tegishli EMS apparati hali boshqa vodiyda klinikalarga kelmagan. Aksiograf apparati, sustavni to'g'irlash bo'yicha faqat bizning klinikada Denchimoda bor hozirda. Ortodontlarning o'rtasidagi kommunikatsiya qaysi darajada rivojlangan? Bir-birining o'rtasida, boshqa klinikasi o'rtasidagi kommunikatsiya. Ortodontlarda asosan o'qishlarda ko'rishamiz, o'qishlarda yig'ilamiz. Undan tashqari bo'lgan holatlarda kommunikatsiya kam deb o'ylayman. Ayniqsa, misol uchun bizda shunaqa holat bo'ladi. Patsient brekt qo'ydiradi, keyin qolgan klinikaga ham bir konsultatsiya olgani o'tadi. Aynan to'g'ri ketyaptimi yo'qmi, shu fikrlashgani o'tadi. Mana shunaqa vaziyatlarda bizning klinikada bizda holat qanaqa? Biz ko'ramiz, bemorga maksimal holatni tushuntiramiz. Ya'ni bu ortodontiya etapi birdan rezultat bo'lib qolmaydi. Misol uchun chiqish holatdan to'g'ri holatga borgungacha har xil etaplar bo'ladi. Qaysi etapda ketayotganligini nazoratini ortodontist o'zi qiladi.
Keyin bemorga tushuntirilgandan keyin biz o'zi vrachga telefon qilamizda. Mana shunaqa holat, sizni bemoringiz konsultatsiyaga keldi bizga. Biz tomonidan hech qanaqa negativniy holat gap bo'lgani yo'q. Rostdan ham agar nimadir xatolik ko'rsak, uni vrachni o'ziga aytamiz. Ya'ni bemorga emas, vrachni o'ziga. Ya'ni etika bor. Etika bor. Birinchi o'rinda qolgan mutaxassislikda qolgan bemorlarni, qolgan vrachlarni ishini kritika qilmaymiz, aytmaymiz. Sababi usullar har xil. Keyin ish protsess davomida ham ba'zida protruzia chiqariladi, u keyin to'g'rilanadi. Ba'zida to idealga kelgungacha har xil etaplar bo'ladi. Agar o'sha holatdan kelib chiqib baho beradigan bo'lsak, hech kimda to'g'ri bo'lmaydi, chunki u protsess ketyapti-ku, jarayon ketyapti. Shu holat. Lekin kommunikatsiya bundan ham yaxshiroq darajaga chiqishi kerak deb hisoblayman. Bu bizda qilayotgan bilan qolgan klinikalarda hammasida ham joriy qilingan emas mana shu narsa. Chunki bizga hech kim telefon qilmagan. Balkim bizniki bemorlar bormagandir, lekin borgan bo'lishi ehtimoli bor. Ko'pincha bemorlarni o'zi aytadi, qayergadir bordik deydi. Yaxshiladi, zo'r ketyapti ekan, yaxshi ketyapti ekan, yo sizni tanidi deydi, boshqa deydi. Tanimasa ham yomonlamaslik kerak o'zi. Aslida qoida tanimasa ham vrachiga bir ogohlantirib qo'yish kerak. Konkurensiya qaysi darajada rivojlangan? Kommunikatsiyani aytdingiz, konkurensiyasi. Ko'pincha bizda konkurensiya bilan faqatgina narxga bog'langan holatda konkurensiya qilishga o'rganishgan. Konkurensiya masalasida menimcha har bitta vrachda bir ma'lum bir etapda shunga fokus qaratilish etapi bo'ladi. To o'zini grafiki to'lgungacha konkurensiya muhim deb hisoblaydi. Grafik to'lgandan keyin konkurensiya ikkinchi darajaga tushadi. Naborot konkurensiya emas. Biz hammamiz bitta kemadaligimizni, bitta yo'ldaligimizni tushunadi-da, ko'proq vrachlarga yordam qo'lini cho'zgisi keladi. Bu normal holat, ya'ni kimdir konkurensiya qilayotgan bo'lsa, demak, tezroq keyingi etapga o'tib olishini xohlaymiz. Oxirgi 2 yillikda men konkurensiya so'zini ancha eshitmadim hisobda. Vrachlar o'rtasida konkurensiya degan narsa bo'lishi kerak emas. Buning o'rtasiga protsess qo'yilishi kerak. Endi protsessni biz biznes deb o'rgatishyapti hozirgi kunda. Biznesni biz meditsinaga o'zimiz ham klinikada olib kirishni xohlamaymiz. Lekin o'zimiz klinikada oldin ortodontlar ichida bo'lardi, o'sha aytganingizdek konkurensiya his qilishardi. Hozir 3 ta ortodontimiz ishlaydi. Bir-biri bilan juda ham kommunikabilniy. Tasmin birikti navbatda atklika qilsa, boshqasidan so'rasa hech orada ko'rmaganman ortodontlar o'rtasida holat yuzaga kelayotganini. Yangi nima asoratlar kuzatilishi mumkin yaqin 3 yil 4 yilda, chunki mana aligner sistema Atlantiyada yo'q edi, MCI apparatni biz ham ortopedlar bilmasdik. Hozir sizlarda ham juda ham ko'p instrumentlar ishlatilyapti. Ularning qanaqadir protsent asorati bo'ladi. Asoratlarni siz qaysi etaplardan ko'rasiz? Asoratni birinchisi nimadan boshlanadi degan bo'lsak, bizga kelayotgan bemorlarni kategoriyaga bo'lmaslikda. Bu bemorlarni ham, diagnozlarni ham. Bemorlar 3 xil kategoriya bemorlar keladi. Birinchisi o'sish yoshidagi bemorlar. Ikkinchisi o'sishdan to'xtagan, lekin ishi breketlar bilan hal qilsa bo'ladigan bemorlar. Uchinchisi ortognatik xirurgiya qilish kerak bo'lgan bemorlar. Birinchi xatolik mana shu 3 ta kategoriyani bir-biri bilan almashtirib qo'yish bilan boshlanadi. Misol uchun, o'sish yoshida bemor keldi, ularni jag'ini to'g'rilash kerak. O'sish yoshida bemorlar jag'ida muammo bo'lsa, skeletal o'sish modifikatsiya qilib olish kerak. U yoshdanoq tishini to'g'rilashga o'tib ketiladi. Bu nimaga olib keladi? Necha yoshda boshlasangiz ham baribir ishni 15 yoshda tugatasiz. O'rtacha 14-15 yoshda tugatiladi. Bu degani 10 yoshda boshlasangiz ham 15 yoshda tugatasiz, 14 yoshda boshlasangiz ham 15-16 yoshda tugatasiz. Ish cho'zilib ketadi juda ham. Ikkinchi holat, skeletal muammosi bo'lib turib yosh bola borsa, uni dental tishini o'zi bilan to'g'irlamoqchi bo'linadi. Aslida u bolada imkoniyat bor. Ortognatika qilmasdan, operatsiya qilmasdan jog'ini to'g'irlab olishga va bu narsa bu ish imkoniyatini bermaydi. Bekorga umrini oladi, vaqtini oladida, shu imkoniyat berilmay qolib ketadi bolaga. Endi keyingi xatolik qachonki operatsiya qilinishi shart bo'lgan holatlarda operatsiya qilmasdan davolash.
bunaqa holatlar bo'ladi, 5 yillab 1-2 taqdim andagi maksimum 7 yil. Men o'zim 4 yil 1-2 taqqanman. 1 yil taqqansiz. Nabira ortodontlar bilan shu uncha chiqish olmaymiz biz klinikada ham yaqindan ortodontlar bilan kommunikatsiya qildik. 4 yil осложнение ham bo'lgan, hozir sustavda muammo bor. Hozir muammo bor sustavda. Bu ham bitta alohida mavzu. O'zim 2020-yildan beri sustavni davolashni boshlaganmiz. Farg'ona nimaga Toshkentga Nataliya Ruskih kelib o'qish qilishganda sustav bo'yicha yaxshi zo'r lifehacklar, zo'r usullarni o'rgatib ketishgan. O'sha paytda sustav noy bemor kelsa hammasi podrяд olardi davolagan. Men o'zim tasavvur qilmaganman, qancha katta muammoni o'zimga jalb qilayotganligimni. U ertaga baribir ish total bo'lmasdan bitmaydi aksar holatda. Totalniy ortopediya qilib bitar ekan, buni kech tushundim men. Splint berib, shilchokka yo'qotib, men muammoni hal qildim deb o'ylaganman. Aslida muammoni boshlanishi shunday ekan. Shilchokka yo'qotish oson, bitta oddiy splint bilan yo'qotib bo'ladi. Endi shuni stabil qilib ushlab qolishda siz aytgandek ortopediya ham kerak bo'ladi, ortodontiya ham kerak bo'ladi. Endi sustav masalasida yana shunaqa holat, bizga kelayotgan bemorlarda bir xillarda sustavda muammo bo'lib, o'tib stabil holatga kelib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni u yerda disk joyida emas, deformatsiya bo'lgan, psevdodisk hosil bo'lgan, oz-moz yemirilib ham to'xtab bo'lgan. Bu holatlardagi bizning vazifamiz sustavni golovkasini joylashuvini to'g'rilab berish. Mana shu ish uchun ortodontiyani o'zi kamlik qiladi. Aksar bemorlarimizda hozir boshidan konsultatsiya qilyapmiz. Kimni sustav zadniy holatda bo'lsa, orqa holatda bo'lsa, eng kamida tepadan 6 ta, pastdan 6, yo'q, tepadan shunday 6 ta, pastdan 6 ta, 12 ta tish eng kamida restavratsiya qildirishingiz kerak, agar hammasi bo'lmasa. Shu boshdan ogohlantirilyapti. Bu 6 ta tish qaysi deydigan bo'lsak, 2 ta primaryar bilan bitta 6-tishni biz minimum deb aytamiz, hisoblaymiz, retrokontrol chiqarib berish masalasida. Bir xil holatlarda sustav orqada holatda bo'ladi, lekin muammo chiqarmagan bo'ladi. Hali shilchoq yo'q, og'riq yo'q, bloklanish yo'q. U ortodontiya paytida boshlanib qoladi. Bu ham oldindan ko'ra bilishimiz kerak bo'lgan muammolardan bittasi. Buni ham oldindan kasalga ogohlantirib qo'yish kerak. Buning uchun to'liq diagnostika qilish kerak. Aynan sustavni, tishlarning holatini 3D KT holatda ko'rib olish kerak. Har qanaqangi misol uchun aytiladigan gapimiz, agar bu muammo bo'lishidan oldin aytadigan bo'lsak, bu ogohlantirish deb qabul qilinadi. Agar muammo chiqqandan keyin aytilsak, bu o'zini oqlash deb qabul qilinadi. Shuning uchun boshida to'liq o'rganib chiqib, ularni bemorga tushuntirib qo'yiladi. Shunaqa holatlar, bir xil holatda sustavdan muammo o'tib ketgan bo'lsa va golovka orqada turgan bo'lsa ham, agar bemor o'zi bezovta qilmayotgan bo'lsa, bunda men davolash kerak emas deb hisoblayman. Sababi uni davolamoqchi bo'lsak, ortopediya total. Degani bemorga 2 yillik hayotini qiyinlashtirib beramiz, ham yaxshigina xarajatga kiritamiz. Shuning uchun buni ham hozirgi pozitsiyam hamma kelganda 100% olmayman. Ya'ni boshida boshlaganda hammasini podrяд olgan bo'lsam, hozir kategoriyaga ajrataman. Kimga o'zi zarur, shart, kimga shart emas. Bir xil holatlarda shu shart emas degan narsa splint terapiyadan keyin bo'ladi. Buni Okesonda Jefferoksonda konsepsiyasi, pozitsiyasi menga juda yoqadi. Bu bo'yicha u aytadi, og'riq bo'lsa tegmagin deydi. Odam 53 yil, 19-yil borganda 53 yil edi. Yana qo'shing 6 yil qo'shilsa, 53 yildan beri faqat yuz jag' sohasida og'riq bo'yicha ishlayman deb tushuntiradi. Bu ginatolog, qolgan ginatologdan farqi bu og'riqshunosda. Bu og'riq bo'lmasa tegmagin deydi. Og'riq bo'lsa ham qanaqa? Birinchi splint terapiya qilgan, sentralniy соотношение bo'yicha splint o'zi u yuqori joqqa qo'yish taklif qiladi ko'pincha. Biz shuni pastki joqqa qo'yib beramiz, qulaylik jihatdan. Splint terapiya qilib ko'ramizda, og'riq yo'qolsa, splint taqmay ko'ring endi deymiz. Qanchadir vaqt taqmay yuradi, og'riq qaytib qolmasa bo'ldi, qolaveradi shunday. Ya'ni ikkinchi etap total qilib o'tirish shart emas. Bo'g'im boshchasini orqada turganligini o'zi total qilish uchun yo ortodontiya qilish uchun asos bo'la olmaydi. Asos sifatida konkret og'riqni o'rtaga tashlaydi.
o'zini zo'r bitta nima o'xshatishi bor. Bo'g'im boshasi qayerda turishi kerak deydida. 3-4 xil variantlarni beradi. Gel bo'yicha to'rtini ko'rsatadi. Men o'zim ringga qilib ko'rdim deydi. U ringga qilib ko'rgan paytida katta emas, o'sha oddiy ringga bokovoy proyeksiyadan sal yonroqdan bitta tomon, keyin ikkinchi tomon sal bu tomondan olinganda. Ringga qilib ko'rganda qarasa, gel bo'yicha to'rtga to'g'ri kelmayapti-da, undan sal orqaroq ekan. Keyin sal kayfiyatim tushdida, sal bundaroq qilib ringga qilib ko'rsam, to'g'ri kelyapti deydi. Demak, oldimda ikkita yo'l bor ekan deydi. Yo total qilish, yo sal bundaroq qilib ringga tushish deydi. Shu o'xshatish beradi. Ya'ni xulosa nima? Xulosa bo'g'im boshasini joyiga qo'yish emas, boshlash uchun asos. Boshlash uchun asos bu og'riq, odamni hayotini qiynashganligi. Ko'p shkolalarimizda so'raganimda 19-yil meni ham fikrimni 180 gradus o'qishni o'zgartirgan. 2 kunlik treningga borgandim Moskvaga. O'sha sektalarni o'sha ginekologiyada sekta bo'lgan yo'nalishdagi to'g'ri tushuncha beradi. Birinchi o'rinda xuddi biz o'rgatadigan muomala tizimi, aytganingizdek, og'riq bo'ldimi, og'riqni yo'qotdimi, hammaga podrad totalniy ish kerak emasligini tushuntirgan. Suhbatimiz davomida ko'raman, diagnostikaga ko'proq urg'u berar ekansiz. Bizda ham klinikada shu qadriyat qo'yilgan. Birinchi o'rinda diagnostikasiz hech lecheniyaning oxirgi etapini ko'ra olmaymiz. Konsultatsiyasi haqida gaplashaylik. Qancha vaqt davom etadi konsultatsiyangiz? Nechta etapdan iborat? Lecheniya etapi endi protokollari hammasi klinikalarda ma'lum. Bugun ham mana leksiyamiz bo'ldi. 8 uchastkani ishtirok etishdi. Ular bilan gaplashganimizda hamma har xil konsultatsiya etapidan foydalanishar ekan. 8 bitta patsientda 8 xil plan lecheniya tuzib berishdi. 8 xil. 8 ta odam yonma-yon o'tirishdi, bitta patsient 8 xil plan lecheniya tuzdi. Diagnostika etapingiz haqida gaplashaylik. Konsultatsiya etapingiz qanaqa o'tadi? Konsultatsiya bo'yicha hozirgi holatimiz bilan 2 yil oldingi holatimiz ancha farq qiladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Kasallik o'zini ko'rmasdan turib ringga tushib keling, keyin ko'ramiz degan pozitsiyada bo'lganmiz oldin. Hozirgi holatda birlamchi konsultatsiya bilan ikkilamchi konsultatsiya, ikkita alohida konsultatsiya qilinadi. Birinchi kelgan paytida yarim soatdan 1 soatgacha vaqt sarf qilinadi. Minimum yarim soatga yoziladi, maksimum 1 soatga. Bu birinchi konsultatsiya. Birinchi konsultatsiyadan keyin ikkinchi konsultatsiya 1 haftadan keyin bo'ladi. Unga 1 soat vaqt sarf qilamiz. O'zi qoidasi bo'yicha birinchi konsultatsiyaga ham 1 soat vaqt sarf qilish kerak. Bizda shu yarim soat ba'zida yetmay qoladi birinchi konsultatsiyaga. Konsultatsiyani ahamiyatini ortodontiya uchun juda muhim. Ortopediya uchun ham menimcha muhim. Balkim pulpit bilan kelgan bemor uchun konsultatsiya uncha muhim emas. Og'riq turibdi, gapingizni eshitmaydi shundoq ham. Lekin rejali ishlarda konsultatsiya ahamiyatga ega. Birinchi konsultatsiyani maqsadi bemorning ehtiyojini bilish. Menda shunaqa holat bo'lgan. Patsient keldi, kresloga o'tirgizimda, og'zini uchun ochdim, qaradim, yuqori joq tor, ochiq prokus, yuqori joq skeletal tor. Keyin ko'rdimda, yuqori joqqa kengaytiruvchi apparat qo'yish kerak, 4 ta mikroimplantli MSA apparati. Keyin undan keyin bir sistema qo'yiladi, ma'lumcha summa bo'ladi, ma'lumcha vaqt yurasiz. Keyin o'tirib, o'zi nimaga keldingiz desam, implantolog jo'natuvda implantga joy ochish kerak deydi. Endi tasavvur qiling, u kichkina muammo bilan kelganda, men unga katta muammo hosil qilib berdim-da. Bu sizga nisbatan noto'g'ri negativ fikr bilan ketadi bemor. Hozirda qanaqa? Hozirda bemorni maksimal eshitamiz. O'zi nima sabab keldi? Kresloga o'tirgungacha bo'lgan etap bor. Shunaqa yonma-yon o'tirib turib gaplashiladi. Nima sabab bo'ldi kelishingizga? Sababi bizga estetikaga shikoyat qilib kelinadi. Agar odam qiyshiq bo'lsa, braket qo'ydirmasa, sog'lig'iga ko'pincha zarar emas. Kam holatlarda bo'ladi, travmatik okklyuziya va sustav muammolari bo'lsa, zarar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'p holatlarda gap sog'lik emas, estetika haqida ketayotgan bo'ladi. Bu holatda bir xilga holat paytda asosli bo'ladi shu narsa, bir xil payt asossiz bo'ladi. Ya'ni aslida to'g'ri turgan narsani ham menga yoqmayapti, braket qo'ydirishim kerak deb qiyshiq turibdi, arzimagan holat. U braket qo'yish, eyeliner qo'ydirishga arziydigan holat bo'lmaydi, lekin aytiladi. Shuning uchun kosmetik nuqson. Demak, ortodontiyaga kelgan bemorda
tahlil qilishimiz kerakda, qanchalik o'zi brek kerak shu odamga, qanchalik brek hayotini o'zgartirib beradi yoki qanchalik ahamiyatsiz, kerak emas narsa. Agar kerak bo'lsa, aytamiz, maslahat beramiz, kerak bo'lmasa maslahat bermaymiz. O'zi man sohamiz mohiyatini oldin ishlarni birinchi klassga olib kelishsa deb bilardim. Hozirgi fikrim odamni o'zini ko'rinishiga o'zini rozi qilib berishdi. Sababi bizga estetika bilan shikoyat qilyaptimi? Estetika bilan kelgan odamda asosiy muammosi bu ruhiyatida bo'ladi. Agar rostdan ham estetik nuqson bo'lsa va u ruhiyatni ta'sir qilgan darajada bo'lsa, uni to'g'rilab berish kerak. Agar u asossiz bo'lsa, unda tushuntirish kerak asossizligini va o'zini chiroyliligini isbot qilib berish kerak odamga. Bu uchun bitta konsultatsiya yetadi. Xilqatni o'zgartirish kerak emas. Yo'q, xilqat emas. Qarashni o'zgartirish kerak. Qarashni o'zgartirish kerak. Bu holat bo'ladi bizda, tez-tez bo'lib turadi. Kasal brekt qo'yishim kerak degan muammo bilan kiradida, brekt umuman kerak emas ekanman, chiroyli ekanman shundoq degan fikr bilan chiqib ketadi. Demak, bizning maqsadimizga konsultatsiya bilan erishyapmiz. Bir xil holatda shu maqsadga brekt bilan erishamiz, bir xil holatda ortognatik operatsiya bilan erishamiz. Endi shunaqa holat bor, dismorfofobiya degan holat bor ekan, psixologik holat. Bu narsada arzimagan asimetriya, arzimagan nuqsonda juda chuqur izi qolar ekan psixikasida odamda. Qayerga borsa ham odamlar meni g'iybat qiladi, odamlar meni ko'rinishimni gapiradi degan tushuncha bo'lar ekan. Shunaqa holatda даже maska ham taqib yurar ekan. Bo'lmasa odam ko'zi sezmaydigan o'zgarishda, ko'zi ilg'amaydigan o'zgarish. Agar xudo saqlasin bunaqa holatda biz davolashga oladigan bo'lsak, baribir biz ishimiz ham qoniqtirmaydi. Menga bitta bemor keldi, 6 ta ortodont ko'rgan. 6 ta ortodont ko'rganda aytayotgan gaplari shu: siz eng yaxshi ekansiz, eng yaxshisiz ekansiz, siz o'zingiz qilib bering. Endi bu gap nafsga yoqmaydimi? Misolchi, eng yaxshisiz ekansiz degan gap juda aldovda bu narsa. Mendan oldingi odamlar ham nima emas, misol uchun hammasi spetsialist, o'zini mutaxassisligini ustasi, lekin ular rozi qila olmagan. Konsultatsiya davomida ma'lum bo'lyapti, ular kosmetologlardan ham norozi emas. Kosmetologlar ham yomonlashyapti. Men agar shuni davolashga olganimda, men ham shu ro'yxatga tushardim-da. Yomon mutaxassis ro'yxatga tushadi. Pessimist, o'zi hayotdan norozi odammi, siz bu dismorfofobiya ekan. Mana shu bu diagnoz ekan. Buni ishi kosmetolog bilan yo stomatolog bilan bitmas ekan, buni ishi psixolog bilan bitar ekan. Hozir Yevropada ortognatik xirurgiyadan oldin psixologda konsultatsiyasi shart ekan. Oldin psixolog konsultatsiya qilib berar ekan, keyin ortognatik xirurgiyaga tayyorgarlik ko'rish boshlashar ekan. Bizga ham kirib kelyapti mana shu narsa. 3-klassda odam keldi, immun nuqsoni, xilqati yoqmayapti unga. Unga siz qanaqa konsultatsiya berardingiz? 3-klass xilqati yoqmasligi uchun u уже skeletal 3-klass bo'lishi kerak. Demak, pastki jog'i yaxshigina oldida ko'rinib turibdi. Bu holatda agar bu erkak kishi bo'lsa, ko'pincha 3-klass erkak kishiga ozgina viqor beradi. Yoshini katta ko'rsatadi, lekin viqor beradi, savlat beradi. Shunga bu holatda men ortognatik qilish kerak deb hisoblamayman. Juda katta bo'lmasa agar. Keyingi narsa, agar u ayol kishi bo'lsa, 3-klass ham ikki xili bor-da. Bittasi vertikalga bog'liq bo'lgan 3-klass bor. Agar uni vertikal to'g'rilab, X pozitsiyasini to'g'rilasangiz, profil o'zgaradi. Ham ancha yosharadi bemor. U holatlarda tushunarli ortodontiya bilan hal qilib bersa bo'ladi. Agar ortognatika bo'ladigan bo'lsa, bunda tanlovni o'ziga beraman. Ya'ni ikkita yo'l xolos. Bitta yo'l yo rozi bo'lish, ikkinchi yo'l ortognatika. Uchinchi yo'l yo'q. Uchinchi yo'l bu yillar davomida sog'ligingizni ham, vaqtingizni ham mablag'ingizni ham yo'qotasiz va hech narsaga erishmaysiz. Shuni boshidan aytish kerak. 3-klass bo'lishi ovqat chaynashiga, hazm sistemaga qanchalik minusi bor? Men so'raydigan narsam, ozgina yumor qilib so'rayman. Shashlik yeyolyapsizmi deyman. Shashlik yeyolyapman desa bo'ldi, hech narsa kelmas deyman. Ya'ni kim agar chayna olyapgan bo'lsa, menimcha katta nimasi yo'q, ta'siri yo'q. Endi ortognatik jarrohlikni asorati yo'qmi? Bor.
uni ham hech kim oldindan garantiya bera olmaydi. Konstantin Kurakin moskvalik ortognatik xirurg darslariga qatnashganmiz. Ularni ideyaslarida, shartnomalarida hamma asoratlar bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar yozib qo'yganman deganlar. Hattoki letalniy исход ham bo'lishi mumkin deb yozib qo'yganman ortognatikani asoratidan degan. Shunga qo'l qo'ymasa boshlamayman deb aytishgan. Bu degani kelsa kelmasa 15 ortognatik emas. Baribir ortognatik bemorlarni ham ichidan gaplashadigan bo'lsangiz, ko'pchiligi rozi bo'ladi. Ko'pchiligi ortidan operatsiya bo'lsa shart emas deydi. Keyin yana bitta narsa bor. Agar sog'ligiga zarar qilmayotgan bo'lsa, mana rizo maqomi bor-da. Rizo maqomi bu Allohdan rozilik maqomi. Siz Allohdan rozisiz, Alloh sizdan rozi bo'lgan holat. Misol uchun mani tormojam sog' bo'lsa, hamma narsam joyida bo'lsa, ishim ham yurishib turibdi hammasi. Men Allohdan roziman deganim katta ahamiyatga ega emas. Kimgadir sinov kelsa-da va u roziman desa, u katta ahamiyatga ega. Bu tomoni ham bor. Misol uchun bu yerda gap rozilik haqida ketyapti-da, odam o'zini ko'rinishiga rozi bo'lmayapti. Men shuni ham aytaman bemorga. Siz shu maqomga yaqin turibsiz. Roziman deng, inshaalloh mukofot katta. Undan ham yomon осложненияli patsientlar bor. Bo'rilar tangli. Ularni primer ko'rsatsak bo'ladi. Ko'pincha venerga kelishyapti oxirgi payt patsientlar bizni tish olingan jag'larni men rasmini ko'rsataman deb. Ana patsient tishiga tegish boshlagan, oxiri siz yo'qolgan. Sam tishingizga tegmay. Shunday. Mana 15 yil oldin orqaga qaytsa, men o'zim texnik bo'lganman. Bu paytlar ishlaganimizda shtampovka qo'yardik edi. Saroch bilan odam hech kim uyalmagan. Saroch bilan yurgan yoki 3-klass bo'ladigan bo'lsa, naborat erkak kishiga viqor deb hozir viqor bergan, maqom bergan. O'sha paytda aytishardi, chetda Yevropada psixolog degan narsa bor desa, adalarimiz mana aytishardi, psixolog kerak emas, odam o'ziga o'zi psixolog bo'lishi kerak, o'ziga o'zi motivator bo'lishi kerak degan. Savol afsuski, o'sha yerda qarash sekin-sekin kirib kelyapti. Bu stomatologlarning ham qaysidir направленияsiga nechadir foiziga kirib kelyapti bu narsa. Shunaqa narsa qilish kerak degan narsasi bor. Uni biz ham qadriyat tarafdan birgalikda mana sam qadriyat tarafdan qarayotgansiz. Biz xursandmiz bunaqa shakldagi specialistlar ko'payayotganiga. Mana ortognatik xirurgiyani aytdik, kimni olmaymiz? Misol uchun, kimni olamiz degan savol bor. Shunaqa holat bo'ldi, bitta opamiz keldilar. Konsultatsiya paytida nima qilasiz, ortognatik operatsiya qildirib desam, yig'lavordilar. Yig'lavordilar-da, ular aytdilar, o'qituvchilar institutda dars beradilar. Nima uchun shuncha payt qildirishmagan? Keyin shu fikr paydo bo'lgan. Darslar Zoomda bo'lgan bo'ldi-ku, karantin paytida. O'zlari doim ko'rib turganlar-da. Shu sabab bo'lgan. Ma'lum o'qituvchi faqatgina auditoriya bilan ishlagan bo'lsa, o'zlari sezish boshlagan. Keyin o'sha paytda men buni orqasidan qanaqa kompleks bo'lishimni, qanaqa qiynalishimni o'zim bilaman. O'zim faqat men bilaman, Alloh biladi deydi. Bu holatlarda olish kerak. Bunaqa holatlarda agar shu narsa odam ruhiyatiga chuqur kirib ketgan bo'lsa, buni olish kerak. Misol uchun affirmatsiya narsa bor. Affirmatsiya oynaga qarab turib, sen kuchlisan deb aytish. Agar oyna teskarisini aytib turgan bo'lsa, u foyda bermaydi. Nuqson masalasida ham bizni jamiyat nuqson deb qaraydigan narsalar bor. Bizni jamiyat nuqson deb qaramaydigan narsalar bor-da. Endi xuddi shu 3-klassni ham oladigan bo'lsak, agar o'sish davrida kelsa, ortognatik operatsiya natijasini qilib bersa bo'ladi. Hech qanaqa operatsiyasiz tabiiy yo'l bilan o'stirib bersa bo'ladi. Buning uchun xuddi shu maktablarga yurish kerak. Maktabga yurish kerak. Ham hozir частный maktablar ko'paygan hisobiga bu yana ham osonlashdi.